Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana navbatdagi amaliyotimizni rejalayapmiz. Ustozimiz professor Amnushudovich boshchiligida albatta bo'lyapti. Bemorimizda endoskop yordamida peshona sohani, qoshni ikkita lateral sohani ko'tarish, qoshni o'rta sohalarni chiroyli qilib ko'tarib beramiz albatta. Smas platizmoplastika bo'ladi albatta. Yuzlaridagi yonoq, brilya, lung sohalarini bartaraf qilib chiroyli qilib beramiz. Sheyani ham chiroyli qilib platizmoplastika qilib, ikkita lateral sohasini yon tomonga tortib, chiroyli qilib zo'r qilib beramiz albatta. Natijani kuzatib boring. Xudo xolasa hammasini birin-ketin qo'yib boramiz. Mana navbatdagi amaliyotimizni yakunladik. Ko'rishingiz mumkin. Bemorimizda endoskop yordamida peshona sohani, aynan ikkita qoshini lateral sohasini, tashqi burchagini, sklarbitalniy zona, sredniy zona, nijniy zonani polностью ko'tarib berdik. Chiroyli qilib ko'rishingiz mumkin. Mana ortiqcha izbitikni yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib qilib, zo'r qilib chakka sohani chiroyli qilib ko'tarib berdik. Smas facelifting amaliyotini o'tkazdik. Yonoqlarni chiroyli qilib shakllantirib berdik. Brilya lung sohalarini yon tomonga tortib bartaraf qilib berdik. Mana sheyani ko'rishingiz mumkin. Platizmoplastika qildik. Ikkita lateral sohasini chiroyli qilib yon tomonga tortib zo'r qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Ozgina shishlar bor, xudo xolasa albatta ketadi 10 kun 15 kunda. Natijaga baho bering. Yanada 1 kunlik natija, 2 kunlik natijani qo'yib boramiz. Hammaga rahmat.